Bak ben geldim. Voy, keldingizmi? Qani o'tiring. Ne oldu otamay? Sizlarga nima bo'ldi bolam? Başka şey yok. Şu azırak hoşmaz kalıb kaldı şu. Barna atdiganda meni kepti. Uning chiroyi bilakchidi. Ben sırıdaki çoğuş yok ama. Ben çık bakayım. Baba beklememiz var. Sizni kelishini saqlab o'ttasam bo'lamdi. Shundoq bo'lsa, deb ko'p kelsangiz bo'lmamdi. Hammadan paraganda qicha. Siz nima ishman bunday muomala qilsiz? Sizga hech nima demaganligim uchun sizdan kechirim so'rayman, Berna. Lekin to'g'ri tushdi. Men soat nimani xato qildim uchun men bunday qilsiz? Nimaga biz o'chqirsangiz bo'ldi-ku? Bir yaz keçirin deyə söz bilan qolduqmoqchiman. Qanday qilib bersam rozi bo'lsiz, Berna? Oqshom nayat kishilar uchun men bilan so'qishib, barkatchingiz meni chiqarib olib, bugun menga bir yaz keçirin so'z bo'lamdi-ku. Hamma gapni sizga deb o'tirishning hojati yo'q. Siz buni to'g'ri tushuning. O'liklarga deb ko'proq kelsingizmi bo'ladi? Men atdiya uydan chiqqan ular hech kim o'rnidan turmagan. Ularni avval qilmay dedim shu. Siz ko'nglingiz bormi yo'q? O'shdan ko'nglimga topsangiz, men xato qildim. Hozir kayfiyatim faqat yaxshi emas, Berna. Biz keyin boramiz. Cesur. Tağımız var o, sırtı çıkıp ketken bir şeyler. Reklama qilaman. Oy, bo'ldi bola, bo'ldi. Siz var o qaram, matchini qachon uyga kirib ta qiz yurdi. Men turaymi, to'p eskitdi buni. Ma'qulay. Ha, bo'ldi bola. Ha. Oy. Dada, keldingmi? Kelganing bak yaxshi oldu. Lekin bu ishni sen cho'qim sir tutqin. Men uydagilarning xushal-xuram o'tishini orzu qilaman bola. Xotirjam bo'l. Men cho'qim shunday qilaman. Bo'pti. Sen degandek qilay. Akam nima ishga bu narsani bu yoqqa qo'yib qo'ydikna? Yaxshimisizlar? Yaxshimisizlar? Salom olib ketdi, ha? Kasbingni so'ysang, mana shunday hurmat topsan. Cesur doktor, imzo qo'yamiz. Dada, bugün bemorlarım sal jiqta qildi. Saqlab qolgan bo'lding-da. Ha, hech yo'q, ishlab. Tak charchab qolgandek bo'lsang, ishxonamga kirib o'tirib turamiz ya. Yo, charchamadim bolam. Charchamadim, xotirjam bo'la.
Dada, bu doktorxona naqsh olib ketding qo'y. Atgandan beri sen bilan birga yurib, kayfiyatim ko'tarilib qolgan o'xshaydi. Kayfiyating yaxshi bo'lgan bo'lsa bo'ldi. Doktor Xolid sana ajab yarashdi ekan. Bir xil faxrlanib ketyapman. Bular bugun kechda uyga yurib tomoq yegina bo'lmasa, u ammanga kalmans etkizib berma. Ma'qul. Cesur doktor 15-karga chaqiradi. Hozirlab baray. Unda o'zi men mang'ashtiray, sen ishingni tugatib bor. Kechda uyda ko'rishaylik. Ma'qul. Dada diqqat qil. Bo'ldi. Ana. Charchab ketdingiz, Ha, yaqay, direktor. Tushda bil tomoq yeyilmi? Ha, bo'ldi direktor, siz yavroq. Jira. Tushda bir vaqt tomoq yeb kirdi. Bo'ldi, rahmat. Jira. Bo'ldi. Xayrlığınız qilin, men shet turay. Bular Keldim taqa. Kim bular? Bular. Anlasam, Qaysar akangizga so'qmoq tush beryapsiz, Uyg'urnasini qanday ko'targansiz? Hoy taqa, qiynalmadim. Berishda taksi bilan bordim. Inib kelishda Abduzlayin keldim shu. O mu bo'pti? Bu bola menga demay shu ishlarni qilib yuribdi. Qanday bo'lyapti ishlar? Ansirmagan taqa. Qaysar akam o'zim bir ish qilmadi, tirishyotdi. Anlasam, o taraflar bilan aloqalashib, o'z yasagan so'qmoqlarni olib beribdi. Ondan ishkirdagi xaridorlar bilan aloqalashibdimish. Keyinroq bildirar. Raskan qilsam bu balni shundaroq bir adam bo'g'iniga bak xo'shlig'im bor bular. Tag'anim ishlar yaxshi bo'lib ketdi, ansirma. Yaxshi bo'lib ketdi. Lekin taga boyatdan qarsam to'g'ri ichyotsizg'u. Biror yeringiz og'riyotdimda. Shu o'tganda yiqilib ketgandan keyin belim ancha-muncha og'rib qoldi. Shuning to'g'risini ichyapman bular. Ko'proq diqqat qiling taga, og'rib qolma. Diqqat qilaman. Men chiqayamiz taga uyga. Ma'qul. Xo'sh qizim, xo'sh. Qozonga saldingmi taqa? Hoy aka, bir qasqanni sap bo'ldi, men ikkinchisini tugyapman. Hozir solaman. Bo'pti. Aka. Bugun nega bordim? Hoy Jasurni birga kelman degan-ting'o. Sen baldur keldim uka. Jasur akam kalmansiga amroq ekanda. Eng oz deganim 10 ni yeydi-da, akam. Kalman setibsizlar-da. Bütün hünerimni ish qilib atdimligina bola. Nasıl ishda yaliqlay? Aka, bugun bir kun yo'qolib ketdim, nega bordim? Bir yaxshi yer bor deb qara. Hoy. Ayma kayfiyating shundoq yaxshi bo'lib qoldi, aka. Nega borgansan? Bu maxfiy. Men keldim. Jasur keldi.
Gel vaxtida kelibsən Cuma. Vay balam, bek yaxşı kepse. Ma dadanlar o, bana zorlap kalmantısı etkizgendi tuyuksuzlar. Ha, pişmi kalkan. Jafata çıkıpsa? Ya işkisi yok balam. Tamam hazır pişdi. Qo'lini chiqar. Pishqan dovka. Vay pişti aka pişti. Makul. Berna qiyni bola. Alpısnoydu kaldı. Qiziq Erxutullah daslar, bir sonlar kelsanlar, bir sonlar keldigan. Oy. Oy, hemen man pişti elinler. Sık elinler balam. Bek o'xshab. Qo'li bir tapa. Al tada. Güzel al. Men mani. Dağısını başladı. Allah balam. Ay, qiziq ostroq ya, nima osh qolganda yeysa. Tomoqni biyen. Choy bilan, balam, choy bilan. Bek o'xshab tapa. Harasoda. Bugünden başlap şöyle turmen Cuma. Bugünden başla. Nima ish qilib tursa? Oy. Özümle tursam bulmam da. Cesur, neymiş ki chatga chiqib o'qish fursatini voz kechdingiz? Ben yakın bir mezgil dadamla bilen birga turmoqchi. Allaburun dadam bilan kelishib boldik. Ben bu 3 oyni shu yerda o'tkazmoqchi. Cesur. Bu sana hal qilish uchun dadingiz oz boshqa turdimi? Endi bo'lganda bormayman deb bormamsiz? Bu hammadan keldigan fursat emas, Cesur. Ben shunday qilmasam bo'lmaydi. Meni kechiring dada. Cesur. Tuyuqsiz dadingizdan birga turishni qaror qilib qolibsiz. Bir ish bo'lmaganda. Yo'q, boshqa ish bo'lmadi. O'tganda o'yga berib, Barna bilan birga turing deb gapga kirgizamgandi. Endi tuyuqsiz o'zgarib qolibsizmi? Meni kechiringlar. Ben cho'qim shunday qilishim kerak. Bu balanız. Nimani o'ylag'ini bizga olmaydi. Bek o'xshab ta. Bu kavun bek tatlı ekan. Rengim chiroyli ekan. Cesur. Bir ish bo'lmaganda balam. Yo'q, men bir ish bo'lmadi. Ular bilan urushib qolib yenib chiqdingmi? Voy, yo'q, o'zim qaytib keldim. Qo'yatmag'ina. Tek dadam bilan 3 oy birga turma deysa. O'qishni qana qilsa? Voz kechdim. Nima? Voz kechdi? Mana urushib qolgandan chiqib turmamdi. Qanday o'lsang ixtiyorim. Chiqilib men qaror qilib oldim. Barna shuncha yil bo'lsa qaytib kelmading. Endi opasini uyga ketib qolsa, qaytib kelgan nimasi yufkan? Cho'qim bir sho'g'an gap degina. Hadabek charchab ketdim, aytib bera olshamdoq. Muslik at deganlik ishlayman. Opa,
Nima gap u ayrilib turish degan? Men ergiz undoq qilmayman. Berna, bu qatam Jasur dadangizdan pek achchiqini keltirdi-chi. Dadangiz bu o'qish ishida oz qottirdimi? Ha, ayni vaqtda borma deb qo'yib, tuyuqsiz bag'iz kelmas bormayman deb dadangiz kichik bo'limi? Apa, men Jasur bo'lmaydi. Bo'lmasa men unda bulamay ko'rib turamdim. Shu emasmi? Bu Jasur nima o'ylaydi endi? U nimishqa o'qishdan voz kechdi? Nimishqa uyga ketdi? Qalay demishasiz bor ekan bu. Apa, unda qilmayman bir amal tepishib beraman. Onun uyda ko'ngli azariyab kelib qolmagandi? Yo'q, undaqdek emas. Bo'pti, uning ishini ayli. Urushib qolgandek emas, juma amma. To'g'ri emas. U cho'qim bir ish bilan yenib chiqqan o'xshaydi. Bo'lmasa, mushoy kelib turadigan Jasurma u. Aras, aka, qanday qilamiz? Nimani qanday qilamiz uka? Uning men bilan tug'is kelib qopti. Mushunchalar talash tortish qilib ketamsizlar. Oy şu Jasur tuyuqsiz o'zgarib qolsa ensirab qoldim. Nimaga ansiraysa? Ha? Uni aramida qo'ysanglar bo'lmamdi. Ya boshqa yer turma demisa, o'zini uy turma desimi shuni shunchalar hayron qilish ketamdi deyman. Sening boshqa ishing yo'qdek, nima Jasurning ko'zi kirib olsa kechgacha? Voy aka, men nerede onun ko'zi kirishib oldim? Voy bu dağıtkan gibini boshqa qildigan ishim yo'qmi deb ketgan. Bo'pti, amma. Voy dadangning degan gapini anglamadingmi? Voy nimishga ansirab ketsa deb ketganni. Voy shu voy men hammasi olgandan keyin oqsoqollik qilib ansirab ketibdiman. Voy qildigan ishim yo'qmi deb ketganni. Voy bo'ldi, aralashmabdiman bu ishlarga. Apa. Apa. Voy bo'ldi. Apa nima bo'ldi? To'xta. Kalmanısım obdan sındığımına. Ammamın imda Halide. O dadam uncik açıklığa da kep qilmadi. G'o'dirab ketgan. Xislat. Mangdaydan beri gapingiz bormi? Shu bundaqlam urib boqqan. Bo'pti. Yaxshi aramilang, ha? Ilqi mangdaydan rostli gapingiz yo'qmi? Yo'q. Bo'ldi. Aytib ko'rishaylik. Ma'qul. Xo'sh. Dada. Jasur bugün etiga barda hoşmansa ishqa. Yo'q, kelar. Ha. Evet. Ay balam. Manda avara bo'lgan sen. Filknochi, qan besimini o'lchab qo'y. Ay balam. Haqla ko'rib qolsa qanday bo'ldi deyman. Qan besimini o'lchayotganda gap qilishga bo'lmaydi dadan. Tushandim, chaqariqda. Normal ekan. Ha. Dedim bu normal chiqdi.
Dada. Beden temperaturan tüveldep ketmesin. Qelayroq kiyib ol, canım. Kiyib oldim. Aras. Bu haftadan başlap herkesle kaç davalaş yapıyorum. Sen durgan bir tekşürüş var. Doktorxona bağlı. Ha, ben davalaş qilmayman. Davalaş başlasam uydagilar birdan bir tutib qolmamda. Dada, davalaş da aytıplar bu da. Ses var. Aras. Nima yegin kes şunu ye. Ko'nglim tatqin ye. Chiqroq ye oldu. Nima olib kuchni ajrab ketmisan? Shuni? Bildim. Balam. Dada. Gerçi axir bosqich kelib qolgan bo'lsaqmi, biz hargiz bo'shashmaylik. Faqat umid yo'q deganlarnimi? Biz o'ylagandan necha 10 yil ortiq umr ko'rganini men ko'rgan. Hayot vaqtimizda yashashdan voz kechmasligimiz kerak dedi. Ishqilib men seni davolashdan hargiz voz kechmayman. Ammo hayotdan voz kechmadim. Faqat shunday yashashni tanladim xolos. Shuni mening tanlashimga sen hurmat qilsang bo'lar. Sen bundoq degan bilan Aka, kelib qolsan qo'y. Akangga mening gapim bordi. Aras. Onsam qaytib kelib bizdan turgan bo'lsa, maoshing yaraydi aka. Nima qilsa, qiynoqning chiroy qarab yedi. Hey, Qaysar. Bugun qanday bo'ldi? Birini buyruq qil, cho'ng'idan. Anda bo'lsa tayyor qilib qo'ygandim. Ama. Darhol olib bergin. Ha? Aslan chiqaveray. Ma'qul. Balam. Qaysar anlab qolmaganda? yo'q, xotirjam bo'l. Cesur aka, Siz bu yerda nima ish qilyapsiz? men choy kelgan. Rana. Nima oldingiz? Rost gap bilan. Nimani oldingiz? Tog'am bu. Nima olgan bo'lishingizga qat'iy nazar. Hech nimani bilmagan, anglamagan bo'ladi. Bildingizmi? Dadam hech kimdan bilib qo'yishni xohlamaydi. Gapimni tushundingizmi? Voy balam, nima qildingiz o Rana? Kechiring. Voy, nima ish qilyapsiz? Kechiring tog'a. Kechiring. Hech gap yo'q. Qo'lingiz ko'ymaganda? Yo'q. Ha, hech gap yo'q balam. O'tir. Ozroq quyida, ammo butun tugilibdi. Parvar. Sening yuzlaring ishib qolganda ko'rindi-ku. Tuni yangi achchiq yanmagan chiray.